Savol. Assalomu alaykum ustoz. Oyat va hadislarda naqshi musiqa to'g'riliq qandaq buyruqlar bor? Javob. Va alaykum assalom. Naqshi musiqining mazmuni, ta'siri va o'rnatilgan muhitga qarab hukmi farqli bo'ladi. Aroq sharab ichiladigan sovrinlarda o'qilish yoki yalang'ochlik va axloqsizlikdek boshqa harom qilingan narsalar bilan chetilsa, bundaq ahvoldagi naqshini aytish, tomosha qilish va anglash harom bo'ladi. Mana shundaq sharoitda o'qilgan naqshini aytgan va anglaganlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qattiq ogohlantirib, ummatimdan bir qism kishilar musiqalar bilan ayol naqshchilar o'yin ko'rsatayotgan yerlarda o'ltirib, aroqni har xil ismlar bilan atab ichmay qolmaydi. Allah ularni yerga yutqizib etadi. Ularni maymun va cho'chqalarga aylantirib etadi degan. Musiqami o'xshash. Ba'zi hadislarda dab chelish, qo'shoqlarni aytish kelgan. Masalan, Hazrati Aisha radhiyallohu anha deydi-ki, Qurban hayit kunlarining birida biz Menadagi chaqda yanimda ikki qiz dab chelib naqsh o'qiyotdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kiyimiga yo'ginib yotadi. Adam Hazrati Abu Bakr kelib ularga taptana qildi. Payg'ambar alayhisalom buni anglab yuzini ochib, "Ey Abu Bakr, ularni to'smag'in, chunki bu ayam kunlari" degan. Allah eng to'g'risini bilguvchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.